Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston sürgün hökuməti Cumhuriyet Reisi G'ulom Osmon Apandi tarafidan yozilgan Xitoylarda chekkayotgan o'z mabdulluq nomli muhim maqolasi 23 dekabr kuni Hindiston davlatlik televiziya xabar kanallari va asosliq to'rbatlarda tafsili anlatilgan bo'lib, Hindiston axborot vositalarida Sharq Turkiston haqida keng tashviq qilinib, zo'r ta'sir qo'zg'agan. Sharq Turkiston sürgün hökuməti bosh ministri va Sharq Turkiston Milliy uyg'unish harakatining qurg'uvchisi Solih Xudoyor apandimi yaqinda beri Hindiston davlatlik televiziya kanallari, Amerika va boshqa davlatlarning nopozliq muhim medialarida ko'plab ziyorat qilinib kelmoqda. Tövəndə Sharq Turkiston sürgün hökuməti Cumhuriyet Reisi G'ulom Osmon Apandi tarafidan yozilgan Xitoylarda chekkayotgan o'z mabdulluq nomli muhim maqolasini dehqonlarga sunamiz. Xitoy irqchiligining alohidaligi haqida o'tganda qisqacha to'xtalgan edik. Bugun bu mavzuda Xitoy irqchiligining sababi, asosi bo'lgan o'z mabdulluq xarakteri haqida to'xtalamiz. Xitoylardagi chekkayotgan o'z mabdulluq irqchilikni keltirib chiqarganmi? Yoki irqchilik o'z mabdulluqni keltirib chiqarganmi? Buni ayirmoq tas. Faqat bu ikkisi bir-birini ilgari suradigan ikki xil psixik kasallikdir. Xitoylar o'zlarini dunyoning markazi deb bilishdek tug'ma man markaz xarakteri tufaylidan boshqa millatlarning kashfiyotlarini ko'rganda chidab tura olmaydi. O'z hukmronligi ostidagi millatlardan bunday kashfiyotlarni tortib oladi albatta. Buningga doir bir misol 2000-yillardan keyin bir qatim ko'rilgan bo'lib, bir Uyg'ur ma'lum bir kashfiyot uchun patent iltimos qilgan. Uning iltimosi tasdiqlanmagan. Ammo ma'lum vaqtdan keyin bu kashfiyotdan barliq kelgan mahsulot bozorlarda sotilishga boshlagan. Buni ko'rgan kashfiyot egasi yillarcha Beijingda yetib olib arz qilgan bo'lsa-mu, arzni Xitoy qiladigan ish bo'lg'achqa va Xitoylarda adolat tuyg'usi bo'lmag'achqa arzni anglaydigan odam chiqmagan. Oxirida bu kishi erkin Osiyo radiosi bilan aloqalashib, bu ahvollarni radioda anglatgan. Keyingi oqibati ma'lum emas. Xitoy jamiyatining normal odatidan aytganda, chet eldagi matbuotlarga dard aytgan birining davomli omon qilish ehtimolligi tamoman yo'q. Chet elliklardan yangidan dunyoga keltirganlarga Xitoylar chidab tura olmaydi. Va buningga qarata hech bo'lmasa eski tarix kitoblaridan biror o'xshab ketadigan rivoyatni ko'tarib chiqib, buni chet elliklarga qaraganda muncha 100 yil avval bizning ajdodlarimiz kashf qilgan. Lekin g'arbliklar intayin irqchi bo'lg'achqa bizning kashfiyotimizni ko'rmaslikka selib olgan degan safsatini doimli takrorlab turdi. Men o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimda matematika darsida tish bulung'liq 3 bulung darsida noma'lum bir tarafning uzunligini tepish teoremasini Gogo teoremasi deb o'tgan edi. Amaliyotda bu dunyoda Pifagor teoremasi deb atildi ekan. Muallimning tushuntirishicha, aslida bu teoremani Xitoylar necha 100 yil burun kashf qilgan bo'lsa-mu, lekin g'arblik ilm monopollari buni ko'rmasga solganmish. Keyin chambarning pir qimmatini Xitoylarning eng to'g'risini topganligini o'qidik. Buningga rivoyat tusidagi tarix kitoblaridan dalillarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo bularni zo'r qilib o'xshatmasa, bunisi chambarning pir qimmat ekanligini bilinmaydigan hikoyalar edi. Tunji qatim dunyoda robotlar yasalib, buning xabarlari yetib kelgan chaqdimi Xitoylar hapala-shapala robotlarning aslida Xitoylar tarafidan 2000 yil avval yasalganligiga dalillarni tepishgan edi. Shug'unisi bu dalil yasalma tarix kitoblaridan emas, Uch podshohlik haqida qissa nomli romandan ilingan bo'lib, buning tamoman to'qilma ekanligini ko'rib olish tas emas edi. Romanda Xan podshohining bosh vaziri Jogelyaning to'shima vositalari yetishmagan qiyinchilikni hal qilish uchun yog'ochdan ot eshaklarni yasab, buning bilan ochliq va harbiy ta'minotlarni yutkaganligi hikoya qilingan edi. Bu rost bo'lgan ish bo'ladigan bo'lsa, shunday keyingi tarixlarda bundaq yog'och otlar cho'qim davomli yasalgan va taraqqiy qilib toki bugunga kelgan bo'ladi. Amaliyotda bu romandagi to'qilma hikoya bo'lishi qarmay, Xitoylar o'z mabdulluq xumorini qondirish uchun buni go'yo tarixda haqiqatan shunday bir ish bo'lgandek, hech yuzi qizarmasdan dunyo tarixidagi tunji robotni Xitoylar yasagan deb bilishgan edi. Hatto 70-yillarning oxirida tunji qatim uchar taxsi haqidagi xabarlar yetib kelgandimi, Xitoylar darhol tarix kitoblarini varaqlab, buningga doir biror o'xshab ketadigan hodisani tepib chiqish va bu orqali o'zlarining manmanlik xumorini qondirishga aldirashgan edi. Natijada qancha ming yil avval bir Xitoyning noma'lum uchar jismni bayqaganligiga doir bir xotir borligidan dam urib, bu ishtimi dunyo birinchisi bo'lib chiqishgan edi. Xitoylardagi tovar markalarini do'rab ishlab chiqarish odatini butun dunyo biladi. Hatto bunday marka o'g'irlik tufayli xalqaro qonunlar bo'yicha jazoga uchirgan, millionlab jarimani to'lagan chaqlar bo'lganligini butun dunyo biladi. Bunday ko'chirmachilik ana shu o'z mabdulluq xarakteridan kelib chiqqan kashfiyot o'g'irligining yana bir xil ifodasi xolos. Masalan, Xitoylarning atalmış 4 jon kashfiyot deyilgan da'vosi haqida nurg'un gumonlar bo'lish bilan qamay, butunlay inkor qiluvchilar mavjud. Xitoy madaniyatining dong'liqlik safsatisi Xitoylarning o'z deyishida bakmi oshqon darajada bo'lib,
Ularning madaniyati go'yo butun dunyoni hang-tang qoldiradigan ustun madaniyat. Ularning soni aniq bo'lmagan yiziqimi bir xil madaniyat ustunligining mahsulidek bo'lib, Xitoy kinolarida chet elliklarning maftunligi tasvirlandi. Ya'ni chet elliklar Xitoy o'znihatlariga oshiq. O'znihatlarni o'g'irlash, o'z davlatiga olib ketish o'rinishlari, Xitoy madaniyatiga bo'lgan hayronlik qatorliqlarni hikoya qilganda, yon tarafdan tasvirlash usuli bilan amaliyotda o'z-o'zini ulug'lash, avlodlarga o'z maftunligini singdirish va bu orqali atalmış Xitoylar eng ulug' deydigan ongni shakllantirish uchun olib berilgan planliq shovinist tarbiyasining bir qismidir. Filmlarda chet elliklarning tili orqali maqtalish, chet elliklarning tilidan berilgan Xitoy maqol tamsillari, hikmatli so'zlarga qarab chet el ko'rmagan Xitoylar nima o'ylashi mumkin? Tabiiyki, dunyoning markaziy safsatisining naqadar rost ekanligi qanoatiga keladi va bundoq eriqchi ruh texmi cho'nqur yildiz tortadi. Intayin qo'rqinchoq va kuchliklar oldida ziyoda kuchlanib, qo'lchilik qiladigan Xitoylardagi bu qadar o'z mabtulliqidagi psixik arq ko'rinish balkim xuddi pakar odamlardagi cho'nliq xirisi texmi kuchlikrak bo'lganidek, kamtukni to'liqlash ehtiyojidan bo'lgan ruhiy g'olibiyatchilik bo'lishi mumkin. Henry Kissinger Xitoy nomli kitobida shularni yozadi. Ular har narsani butunlay degudek Xitoy an'anasi qoidalari bo'yicha baholaydi. Koinotning yaratilishi haqida bir qudratli ilohga bog'lagan hech qanday e'tiqod yoki afsonasi yo'q Xitoylar haqida shunday yozadi. Xitoylarning koinotini Xitoylar o'zlari yaratgan. Rasmiy Xitoy manbalarida xotirlanganlarga ko'ra, chet ellik elchilar Xitoy ordisiga davlat ishlari yoki ko'rishmalar uchun kelmaydi. Balki imperatorning madaniylashtirish ta'siri bilan o'zgarishga kelishadi. İmparator boshqa davlat podshohlari bilan oliy darajalik yig'in o'tkazmaydi. Aksicha imperator huzuriga qabul qilinish, uning hukmronligini to'nish bilan sadoqatlarini sunish uchun uzoqlardan kelgan insonlarning shafqat bilan quchoqlanishi ma'nosida edi. Xitoy ordisi tashqariga elchi avatishga iltifot qilganida, bular diplomat emas, ilohiy ordining muqaddas elchilari sifatida suniladi. Xitoy madaniyati haqida umumlashgan bir qarash 5000 yillik bo'lsa-mu, bu Xitoylar tarafidan doim o'zgarishga uchrab turadi. 1979 yili Taklimakan qumliqida qidirib tekshirish yapgan bir qism Uyg'ur va Xitoy arxeologlar tarafidan qadimiy shahar Kiroran xarobasidan bir qism momiyalar topilgan edi. Momiyalarning endi topilgan yung to'qilmalar, bug'doy dallari va boshqa madaniyat izlari bor edi. Momiyalar yaponiyalik olimlar tarafidan karbon 14 analizi qilinib, momiyalarning yashi 6400 yilda bekitilgandan keyin Xitoylar Uyg'urlarning o'zlaridan qadimiy madaniyatga ega ekanligini hazm qilolmay, darhol Xitoy madaniyatini 6000 yillik tarixga ega deyishga boshlagan edi. Buni deyish faqat Xitoyning o'z ichidagi nomussiz da'vodek turadi. Erkin dunyoda texi bundaq deyish umumlashmabdi. Agar g'oyib qit'a mu haqidagi qarashlar ilm dunyosi tarafidan qabul qilingan bo'lsa edi, James Chorchward yozgan Mo'ning bolalar nomli kitobda o'tirib qo'yilgan qarash bo'yicha Uyg'ur madaniyatining 20 ming yillik ekanligi qabul qilinadi. O'chaqda Xitoylar cho'qim o'zlarining madaniyat tarixini yana o'zgartib, 30 ming yil deyishlari mumkin edi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishkish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.